Qo'llaringizni tabriklab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Mana shu savodxonlik bayramiga yig'ilgan aziz mehmonlar, hurmatli ota-onalar. Qadamingiz qutlug' bo'lsin. Xush kelibsizlar. Juda ham xursand bo'ldim e'tibor berganliklaring uchun. Qolaversa mana shu jajji bolajonlarimni mana bayrami ekan, bu bayram bilan hammalarini tabriklayman. Mana bu ro'za Ramazon kunlarida, ulug' kunlarda hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Bolajonlarimizni katta bo'lganlarida shu vatanga xizmat qiladigan farzand bo'lib yetishlariga o'zim harakat qilaman. Xudo xolasa va'da ham beraveraman. Xudo xolasa yaxshi yigit qizlar bo'lib yetishadi. Albatta Xudo xolasa sizlarga o'sha hurmat olib beradigan farzandlar bo'lib yetishishiga ishonaman. Sizlarga ham kelganlaring uchun juda ham katta rahmat. Qo'llab-quvvatlaganlaring uchun rahmat. Agar sizlar bo'lmasa hech qachon men bu bolajonlarimni tarbiyalashda, o'qitishda muvaffaqiyatlarga erisha olmayman hech qachon. Sizlarning mana shu menga bo'lgan haligi topqinlaring, qo'llab-quvvatlashlaring albatta xursand qiladi. Hammalaringga rahmat, yashanglar, xush kelibsizlar. Bolalaringizni yana bir bayramlarni tabriklayman. Xushxabar keltirsa kim farzandidan, yo'liga payondas to'shay dayon. Bo'lsin u olima ishti shifokor, dunyoda bo'lam deb yashay dayon. Marhamat, onaxonlarimizdan, onajonlarimizdan tabriklash uchun so'z navbatimizni mana shu bolajonlarimizdan taklif qilamiz. Marhamat.